Ota mollarga qaradingizlarmi? Ha, yaxshi qaragan. Onajon, nima aytdi bu? Nima aytdi? Unga qara xotin. O'zim singlim-ku. Bizlarga kelyaptimi bu? Ha, shahardan bizlarga kelyapti. Ay, men darvozani ochaman xotin. Hozirman siz ochaman. Qayda singlim keldi mana? İpi bu yerga men kelib qoldi. Berachi. Opajon. Assalom. Yaxshi keldinglar. Yaxshi keldingiz. Sen ham hayronman. Shuna kim kelalar? Yo'q. Senda doim yo'q o'zi. Hormanglar, charchaysizlarmi opa-singillar? Mana qara xotin senga bitta savol bor. Rostdan ham sizlar o'zi opa-singilmi? Ha? Endi sen bo'lyapti bu zo'rda. Men 9 ta tug'ganman, dadasi olib tug'magan. Boring shiziting. Bu odamina tuzalmadi. Singlim desam ham gapirib turibdi. Qarada. Hozir. Opa, nima qildingiz po'chamni? Battar bo'lsin. O'lmaydi. O't ishing etsan. Men sizga gapiraman. Aytasizmi? Nima qilyapsan akimni? Hozir amaking bilan qo'shib olsaman sen. Boring jiyanlar, qarang undan ko'ra. Amaking bilan boshingni. Rahmat jiyan. Ama qo'rqmadingizmi men ham? O'g'lim qo'rqaram yo'q jiyan. Mana qarang. Shu yangamdan ham bezor bo'landir. Sizni bir aylantirib kelayvering, bir dam oling shu maza qilib. Ha, jiyan. Ha. Hozir olsam bo'lsa keyingi safar tirikliging ko'madi bu yo'q. Qarang, bilmaydi uzoqda o'lchan. Hech kim bilmaydi. Bilmaymi hay? Ha, yuring ketib aylanib kelamiz. Aha, qara. Amakim doktor olib borib kelay, davlenasi ko'tarib. Ha, qaralaringda ikkovlaring yana tiriklaring ko'magi. Tamam ya. Haqiqatan qani, men qarang, qachongacha mollarga qarayverasiz, amaki. Hozir kiramiz, saunasi bor. Saunadan chiqib, issiqqinadan basseynga uramiz. O'tirib, masajlar bor, masaj oling siz ham bir odamlardek maza qiling, yuring. Ovqatlar ham bormi? Hamma narsa bor, yuring ichkari. Zo'r ekanda, lekin sal oyog'im tortmoqda-da. Siz mazas qo'shdik-ku, Ay, meni katta xotin bu saunaga kelmay bilan kiribman-da jiyan. Jiyan, senga rahmat, lekin o'zi ham borku bu 3-8 saunada borku, Amir Olimxondek kayf qildim. Oldik. Oling. Zokir jiyanginam, rasmchalaringiz ko'rdim, qayerda o'tirganingni ham ko'rdim. Sanlara 10 minut vaqt sen bilan amakinga. Agar 10 minutda uyda bo'lmasalaring, masalar tiriklar ko'maman. Tushunding? Amaki, tez ketmasak bo'lmaydi. Ha. Yangam bilamizlar berdaligimizni. Qiyam bilgan. Hozir zarb ko'pyapti. Unga qarang, mana. Ket, yur. Nima deysiz? Qarang, manzil aytmayman-ku. Mana Qiziltepa Malikcho'l postida shunday o'tganda keyin 3-8 sauna. Topolmasangizlar pastdagi nomerlarni telefon qilib kelaveringlar. Haydi. Hozir yangangiz yirtadi ketdi. Ha, kiyimlar qolib. Bezaran bo'ldim men sizdan borku. Sizni tuzalsam veligiz buziladi, veligiz tuzalsam siz buzilasiz. Hamsi. O'zi shkamdi. Holi juvelik taxlay turibsizmi? Ey! Qachon mendek bir katta mashinalarda o'tirasiz ham? Hamsi ham qanaqandikin, akkuratni oyog'idagi mashina. Sizga tekkandan beri nima ko'rdim? Velik qalaksiz. Ustingizga, kiyimingizga qarang, ketmakingizga qarang. Bo'ldi xotin. Asabimizmi meni? Meni Hamsiya bilan solishtirma, tushundingmi? Yur, oldimga cho'z ko'rsatamasang Hamsiya. Nima bilan qayerda toparni o'z ko'rsataman bu mashinalarni. Ismat tush hozir ko'rasan xotin, tushmasin. Yo beshigini. Patinkani chiqar. Ana patinkani chiqar. Ey, patink ko'ryapsanmi? Nafsga yirtiq, bunga qara. Meni bundagi katta mashina minib achki to'qaniga qarama xotin. Tushunding? Usti yaltiroq, ichi qaltiroq. Hamma narsasi buni kredit. Tushundingmi? Key patinkani. Menimcha ichidagi ham yirtiqdir ana u ham, ha? Chiqar ko'rsatin ham. Nima ko'rsataman? Vet yo'q, bo'l ko'zimga ko'rinma. Xizmatchini qaytib, meni asabimni buzma, tushunding? Undan ko'ra kreditlaring to'la. Menga chala olibtalik etancha. Yo'q, bo'l ko'zimga ko'rinma. Ko'rdingmi? Kechiringda dast bilmayman. Davay sanam qo'ya. Kredit mashina minib olibtalik etadi. Naska ol birinchi.
yoshlik ishqi oshiqlik zayli o'zim Juda o'rinli savol bo'ldi. Qarang. Hozir siz shashlik yeb o'tiribsiz, uyda ayolingiz nima yeyapti? Erkak kishi nima yesa, ayoliga ham shuni yedirish kerak ekan. Ofitsiant, Nima akalar? menga 4 ta shashlik qo'ying saboy. Juft halolimga. Xo'p bo'ladi. Meni ham xotirimga 4 ta qo'ying, mazza qilsin. Menga ham 4 ta qo'ying. Kimga juft halolingami? Ha. Qo'ying. Mayli. Ayolingizga shashlik olib berdingiz. Lekin ota-onangizgachi? Ota-onangizga oxirgi marta qachon shashlik olib berdingiz? Esla olasizmi? Ofitsiant, Nima ekan? 10 ta shashlik qo'ying, padari buzrukvorimga. Meni ham jannatim onamga 8 ta qo'ying. 4 ta shashlik qo'ying, ota-onam dietada. Anaqay ota-onangizga shashlik olib berdingiz. Lekin jigarlaringizgachi? Aka, singil opalaringizga olib berdingizmi shashlik? Ofitsiant, shampurdagi bor shashlikni qo'ying 70 ta avlodimga. 100 ta jigar qo'ying, jigarlarimni olib ketaman. 75 ta qo'ying, opasingizni Qalay marketing? Zo'rmi? Hamma shashlik sotildi. Endi pastga tushamiz, pastda klientlarga oshga urg'uni beramiz, xo'pmi? Telefonim qoldi-ku. Jigarlaringizga somsa olib berdingizmi? Ofitsiant, olot somsadan 100 ta. Somsani ham sotamiz. Yangi krossovka. Tegma olib krossovkaman. O'g'lim buni Rossiyadan uzatan menga. Bera nimaga qo'yding ha? Endi hozir ana bu yo'ldan Ismat Churri bilan o'g'li o'tadi. Shuni ko'tini qo'ydirish uchun jera qo'ydim. Hech qolmadi shu beqiliq qilinglar. Qani nima? Qo'yshe. Bu mashkaliging qilsan. Topik-ku. Ey Ismat, yaxshimisan? Bunga qara, o'g'lim menga Rossiyadan krossovka uzatdi. Ha? Ko'rdingmi? Hamsiyani bachasi krossovka uzatadi Rossiyadan. Bir dona rezin tapishga berganmisan menga umringda? Tur, yo'qa, ket. Ota bacha jillidek, narvon olib qayerga ketibsizlar? Narvonda tashlash olib ketyapti bir joyga. Tashlab qaytib keladi. yore bahona Men karli ilovasidan moshina yutib oldim. Shuni sizga podarka qilmoqchiman. Mana. Roston shu moshini yutib olding. Avo, xursandmisiz? To'xta, birinchi usti kapagi ko'tini go'ydiramizda keyin u yo'q kiramiz. Nima? Ketdik, yur. Ismat Churri yana qachon o'taygan yo'ldan? Yana bir marta ko'tini qo'ydirsam bir kayf qilaydim-da. Qanday? Zo'rmi? Mana Jentra bu, Jentra. O'g'lim olib kelibdi. Krossovka olib kelibdi deysan? Ana bu sani o'g'ling olib kelgan krossovka. Ana bu biz o'g'ilcha olib kelgan Jentra. Buni oldida to'xtamasin. Jentrani olib ol, kerak emas bu. Tushundingmi? Menga qaray. Patsancha, qaytib menga tashlama, tushundingmi? Voy, sur o'yinga kir. Ana, Darvozang yo'q. o'g'ling qanday yutgan buni? Menga o'rgat. Karli ilovasidan yut. Karli ilovasi App Store, Play Marketda bor. Bemalol skachat qilib ichidagi narsalar ko'rsang bo'ladi. Tushunding? Uni ichida servislari bor. Gaz zapravka, benzin zapravka, ana sug'urta ulamoqchi bo'lsang, hamma narsa ichida. Mashina taalluqli narsa ichida. Tushunyapsanmi? Shuni ichida konkurs ketayotgan ekan. Jentra qo'yilgan, 45 million so'm pul qo'yilgan ekan. Ana Jentrani o'g'ilcha yutib oldi-da hozir. Ko'r bitta, ko'r. Karli. Karli. Sen endi yutolmaysan u narsani. Mashina biza yutdik. Endi sen pul yutishing mumkin. Unda Ismat, Ha. oli Jentra o'ynalmagan konkurs endi boshlangan ekan mana. Yo, bu yutib oldi-ku bu. Yo'q, Jentra endi qo'yilgan, yutib olmagan oli. Endi bo'ladi u. Endi boshlangan. Ha. O'g'ling aldagan. Mashina qayerdan olding? O'g'irladim. Hamsa, Rossiyadan halol pul kelgan krossovka bilan urasiz. Soling. Beraki. Sadilo bilan o'g'li Diona bo'libdi. nola kunam hamisha hamdam budam hamisha darddagi dil ozor Ota o'g'il Dionalar. Ota o'g'il Diona emas, ota o'g'il mehribon bir-biriga. Otasiga putovka olib beribdi o'yin kunlik. Sani qo'lingdan bir ham kelmaydi. Urishadim men bilan. Ursasanmi? Yo'qaman. Asadillo, o'g'ling bilan urishadimi? Beraki. Olasanda, suqasan tam tushundingmi? Dada zerikmang bacha, jujitsu bilan shug'ullangan. Yo, Jackie Chan deb urishma. Yo, Jackie Chan. Ey, shabta yesang-ye, buruk deyapman. Davom. Teng. Yo,
bana babam roda sakalti. Halol. Halolmi, harommi endi birini olma, 3 gachami turniga oladi endi ikkalasi. Davay. 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 Ketar anamuni. Ey, buri yirtilmasi. Beldada. O'sha kun uxlab qolsam bo'lar ekan. Rosa qilling odamni iflos. Oy, dadamni ko'ngillariga ozor beribman. Ana endi sovg'ani qattiqni ko'rsatamasanga sadillo. Sal eskiroq usti bo'sh kiysam, do'stlarimga yoqmay qoladi. Hamma meni yomon ko'rsa ham, onajonim baribir yaxshi ko'radi. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagim. Bobomriyon! Dadajon, siz menga xuddi onadaysiz, faqat emizmagansiz, tamom. Ya undan men ko'r. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haji, men unga kalla yo'qsam, siz zakonni bir kiyingan aqlli odamga o'xshaysiz. Qayerdan nima ish qilasiz o'zi? Biz G'ijduvon malaka degan katta to'y tadbirlarni tashkillashtiramiz. Ha, 1 minut. Davom eting. Biz bilganimiz yo'q, o'g'liz onajonimni xursand qilish kerak deb aytgaydi. 1 minut. Davom eting. O'g'lizdan yana bir sovg'a bor. Yulduz Usmonova bilan birga konsertimiz G'ijduvonda 9-mart kuni bo'ladi. 1 minut. Ay, meni kechirasan. Men shu lekin bilet bermaganiga urib kuytangni chiqarmay malka dizayn bilan berib yuboraydim. Hayot kamanisi biletda zerikmang. Ha, bilet puli bilan dizaynni pulini berish kerak edi. 2 million so'm. Yo, bana babam ro. Studentlar kvartirasi yoki mo'jizalar diyori. Bu yerda kimningdir kiyimi atablena, kimnikidir televizor, kimnikidir soshilka va eshikka ilingan tursa, boshqasi shunda tog'oradan olib fenda quritib kiyib ketadi. Yana bittasi kiyimini yechmasdan uxlaydi, hidi chiqqan uchun esa xonadan badara qilishadi. Bolla, uyga borga qilish kerak. Ket. Bo'lalar. Men sizlarga yangi qulop keldim. U hojalarning, ya'ni bizning hamma ishimizni qiladi. Nima yig'layapsan? Yoshligim esimga tushib ketdi. Zo'r qulay ekan. Bilat. Uka, bu uyda To'g'ri, molxonaga o'xshaydi. Ozroq bardak. o'chire. Men bor ekanman. Senga hech kim buyruq bera olmaydi. Faqat mana shu ishni qilib qo'ysang bo'ldi. Uzoq 7-8 ta varroq bir oylada bitirasan. Uka, men bitta ovqat qo'ychi achchiqqina qilib, bir qo'lingda mana bu idishlarni yo'q qo'yasan, ha? U yoqdan bu yoqqa o'tganda bekor o'tma. Chiqib qo'yasan. Aka, nimaga aniq odam har doim yasu ko'tarib yuraveradi? O'ylanib to'ydan 7 kunda o'xsha kelgan. Ko'nikish qiyin bo'lganligi uchun qo'liga yostiq berib qo'yganmiz endi. O'zimizning xavfsizlik uchun tashlab qolsa nima qilamiz? Ertaga abuni tug'ilgan kuni nimadir o'yladinglarmi? Ha? Bollarni qonlovchi yevoradi. Ovqatga ishlatsa bo'lsa kerak. Sog'ib bo'laman buni ham. Akalar, go'shtlik va mazali ovqatimiz. Nima bu? Oshxonada nima topsam shuni soldim-da, ko'proq ovqat bo'lsin deb. Salafani ham bor ekan. Bolalar, indamasdan indomiylik da Lubojeda 5 minutda tayyorlab yesalar bo'ladi. Jahon brendi, har xilchasi bor. Bonlar salom, pullas kalom, baxt kulganon bo'ldim talaba. Harakatdaman, xarajatdaman, insalaman bu axir sudba. Akalar, endi uxlaymiz, to'g'rimi? Ertaga o'qish bor. Biz uxlasak, kartani kim o'ynaydi, Sherxonjon? Partiya! Akalar, endi uxlaymizmi? Yo'q, hali mafiya o'ynashimiz kerak. Men mafiya edim. Akalar, endi uxlaylik. Yo'q, hali ko'chani aylanishimiz kerak. Aka, o'zi nimaga aylanyapmiz? Shunaqa an'anamiz bor. Prosta aylanib yuribsiz, yur. Akalar, endi uxlaymiz, Yo'q, hali o'ziz kino ko'rishimiz kerak. Qo'rqishdan qo'rqinchli kino. Yumma ko'zing, yumma. Zo'r ishlabdi kino. Akalar, endi uxlaylik. Uxlaymiz, o'zi ertalab bo'ldi, haqqan bo'ladi. Qara, kunduzi uxlash doimlarga ekkansen. Sanabalik davrim mening. Karilzot yo'q menda bitadi. Babchika, o'rtog'im olib keldim. Privet. Привет. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Bu ham stilistmi? Yo'q, kosmetologman. Atalik deymi? Kosmetolog deydi-ku. Qancha iltimos, bitta o'ring qoldi. Yo'q, to'xtang qani. Sharoitga qaraymiz. Aymi? Kosmetolog nima degani u? Yuring ko'rsatib beraman. Shu holatda 20 daqiqa tursin. Xo'p, umuman qimirdamaydi. Hamcha-ya? Ishlovda rasvo bo'lmasak bo'ldi-da. Kosmetolog degan shu ekanda. Bilmayman, yuzimdan davlat yopishtirib ketdi-ku. Qo'shiq aytamizmi? Qaysini? Shahlo Ahmedova qani? Kultiva chaqildim deydimi?
Soling. Bu yoq butun qattiq o'ynaganlarmi kartani? Hech kim yutolmagan. Mana tog'ong yutadi ana. Dada katta ko'nglim g'ash qo'ying o'ynamang. Ey, mana ishimga bironta aralashma, tushundingmi? Mana qizni kart yozing desa, butun davrlarga dag'daq qilaydilar. Kartalarni o'sirib qo'yadi. Onam qornidan tustapon bilan tushgan ekan, mana shu qijimlar. Chop bundan ko'ra bitta choy qo'y, oftobachaga ham suv qo'y, qaymi? To'rat buzilishi mumkin. O'tir beraman. Lekin singlim biz ana qizchalarni o'ynaymiz. Chezib nima qilamiz? Razdivaniga o'ynaymiz. Ada, bo'ldi, dada. Dada 2 tuzda yuring, 2 tuzda. 2 tuz. Maksimum 3 qo'l bu yoqni kiyimsiz uyga yuboramiz, tushundingmi? 4 qo'l ekan, ichidan maykasi ham bor. Bu 3 soat pagon. Men choyga qarab kelasan, o'yna. Yechinishmasa yechinishda, davay. Muna qisam yuraksa tapon yurasan degan, tushunding? Basharam muna qilib g'ish qilsam agar g'ish tashlaysan, tushundingmi? Ha, hammasi strategiyasini yutmaysizlar. Davay, 5 kara 5. Oy. Masa harom, gene chmarta, kara. Ish, ya! Mana sadalo, sizlar bemalol men choy damlab kelib, Aba, mana kechiring, xata bu shu kostyumchangiz yeching, bu otashim bo'ladi bular janovarlar. O sizni yechintiraman deb luchak bo'lib ular qarab qo'lni. Sizlar bilaydi, tapon yuringmi? Pashol. Vafshi karta o'yna bilmaydi. Lekin haftalardan bir yechinishga karta o'ynaganda ekan. Kechirasiz, biz oddiy karta o'ynamaymiz. Biz rozduvanaga o'ynaymizda, o'shanga roz bo'lsangiz agar bosamiz, a? Shuni chizib nima qilamiz? Maqsadga yetib qolsak bo'lmaydi? Siz intrigani o'ldiryapsiz. Qaraysizlar bu. Shuga ayt, men chustalik odamman. Men birdaniga boshqa. Dada, bobom keldilar. Yo, bana qaynotam. Sadilla bu yo'qni olib tez yoshyapti. Nimaga? Ey, bu yo'qni olsa, niyoz ko'rsa bosadi. Bo'ri bosadi, bilasizmi? Faqat bo'ri bosadi. Bu yo'q ko'rsa tamom, g'appi bosadi. Mani 8 ta qaynonam bo'lgan. 9-inchisi bo'lishni xohlamasangiz tez yoshiring. Yur. Assalomu alaykum. Dadajonim. Qo'ling to'rt harom. Men to'y xabarga keldim. O, muborak bo'lsin. Kim uylanibdi? Ketdi u kampir. Ya, qanaqa odamsiz? Olib kelamiz senga maslahatga keldim. Ya, siz qaynotang xotinboz bo'lsa ham yomon-da. Kiyov to'yra beri nima bu? Mol bor, nima bor? O'z qilib bir ko'raylik. Mol ko'rmaganmisiz? Bu yomon quturgan bu. Yaqinga olganman. Char so'la ana. Ko'rdingizmi? Yuring, undan ko'ra boshqa narsalarni ko'ring. Yuring. Dani, bizning uyga mol yo'q edi-ku. Qani? Baba! Mana shu uchasga sen nomni o'qizaman. 5 million pensiya olaman. Xohlasan, yur. Ketdik. Ya, bana niyoz ko'rsa bo'lsa. Dada, eng alamlisi nima bilasizmi? Sal qo'lli qaynonangizni yechintiraydingiz-da. Biyimlarni. Baba Murod, qo'paring dada, alamni mendan olasizlar-ku. Sadilla, muncha baqirdik. Buni qara, buni nima deyapti? Sadlamaki, men trader bo'laman. Bacham, qo'y, sani qo'lingdan kelmaydi. O'zi shuni ham mana traderlar, u hammasi bir-biridan urush qilyapti. Maskoli jentra so'g'agan paytim, rahmat deysiz. Yiqal bedan, yiqal. Nima degani o'zi trader? Chop bundan so'ra, men nima qilma. Nimaga uribsan bachani? 15 ming so'm slif qilgan bu yoq. Slif nima degani? Ketdi 15 ming so'm. Tradingdan ham dubkallasi qabul qilmaydi. 10 yil, 20 yil o'qisa ham shug'ullanolmaydi. Undan ko'ra menga aytsan, dada de. Dada, men trading bilan shug'ullanmoqchiman, lekin kallam olmayapti. Men trading bilan shug'ullanmoqchiman, lekin kallam olmayapti. Endi men seni bir joyga aytaman. Yur. Dada, qayerga keldik? Robot Trading degan baland oldiga keldik bacham mana. Nima ish qiladi bu kishi? Bu robot yasab beradi. Senga o'xshagan tradingga borishga vaqti yo'q yoki tushunmaydiganlar uchun darslik tayyorlaganda o'sha robotni qanday ishlatish, qanday pul topish, qanday pul tashash, qanday pulni yechish, nimalar qilish kerak, hammasini tushuntirgan, tushundingmi? O'sha darslikni o'zi bu sotibdi. O'sha darslikka qo'shib o'sha robotini ham bepulga beribdi. Bo'ldi $1000 sotilgan. O'zi qancha bo'ladigan? 2.599 ming so'm. Masalan, men $100 tashlasam, men qancha ishlayman kuniga? Kunlik stabildan $10 dan $30 eng kam ishlasangiz bo'ladi. $100 dan $300 ishlasa, $1000 tashlasang $300. $1000. Olamiz. Sadilloga qarang dada. Yo, bana Sadillo, pulni hidan olsa bu unaqa Marsga ham boradi bu. Kvartirada turadigan qizlar hayoti qanaqa bo'ladi? Har kuni kimnidir mehmoni keladi. Zebosan mehmonimi bu? Yo'q, Sevinchi mehmoni bo'lsa kerak. Sevinch ham qizsani mehmoningmi? Yo'q, Zebon mehmonidir. Bu joyda begona bo'lsang ham 5 kun yashab ketsang bo'ladi. Uborkada har doim kimdir uxlab qoladi. Aytib qo'y, tualetni men tozalamayman. Men ham tozalamayman. Unda kim tozalaydi?
qolish bu ishdan qutulishmas. Qaytanga eng yomon ish senga qoladi. Kech qolsang senga ko'rpa yo'q. Kimdir uydan ko'rpa olib kelmagan, lekin o'sha kimligini hech kim bilmaydi. Bir kun ustingga kurtka, bir kun chochiq, bir kun korobka, bir kun stul yopib yotishingga to'g'ri kelishi mumkin. Qizlar ovqat qilaylik. Qornimiz to'q. Bo'pti, o'zimga qilaman. Qo'ymanglar to'g'ri-ku. Voy, yaxshi shu tekasa kalti berish kerak qiling. Au, men sana kalt borni kutib o'tirdim. Kvartirada tursang ko'p ko'chada qolib ketasan. Uf, qornim och qoldi. Menda strobar bor. Menga hozir strobar kayfiyat qo'shadi aksiyasi ketyapti. Shartlari Reels'da strobar deb yozish kerak. Strobar rasmiy Instagram sahifasiga obuna bo'lish kerak. Strobar mahsulotini iste'mol qilib, strobar profilini atmetga qilib stories qo'yish kerak. Izohlarda qancha ko'p strobar deb yozsa va qanchalik ko'p stories joylasa, shunchalik yetish imkoniyati oshadi. sovg'alarchi? MacBook, iPhone 16 Pro, Apple Watch, AirPods, Samsung planshet va strobar set. Ketdisi o'qib ketin tepada kutamiz. Aksiya 15-fevralgacha davom etadi. Qizli ish yo'qchigiga. Tak.